anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Qadrdon sinfdoshlarim, Xudoy bergan do'stlarim. Xudoyning bir nazari tushib, buni etmasa, bizlar bunday sinfdosh bo'lmas edik. Do'st ko'p. Kimga ulg'on, kimga kichkina do'st ko'p. Sinfdosh bir Xudoy bergan bo'ladi. Sizlar bilan sinfdosh bo'lganimdan faxrlanaman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad, o'zingizga kuch-quvvat tilab, shu ishlaringizga omad tilagan holda har yil shu yetib o'sirishib o'tirmoqlar nasib etsin. Topganlaringiz yaxshi yillarga buyursin, o'g'il qizlaringizni to'ylarına buyursin. Ortiq chovulib, yovulib, yodliqlar ko'rib o'tirmoqlar nasib etsin. Rahmat, salomatlik aytilgan niyatlarga qo'shilamiz, yana niyatlarimiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana xush kelibsizlar. Yana bir ikki yil burun uchrashdik. Mana keyin uchrashdik. Hali chet elda yurgan yurtdoshlarimiz oilalarga ko'ryapmiz. Hamma digar bo'lib yig'ilishdi. Mana tabriklar shu aytganda yana shunday yig'ilish o'tirish ko'p bo'laversin. Endigida yana ko'payishi bu sababchisi bor, uzunlisi bor deganday hammamiz qancha bo'lsa hammani jiposi yaxshi kunlarda, to'ylarda hammamizga shu omad, vaqt-quvvatlarimiz bor, to'ylarimiz kuyib Hatayda geçtiği otururuz. Yetirsin. Rahmat, salomatlik, mehr oqibatingizga ko'z tegmasin. Yana niyatlarimiz mana qator turgan tilakdoshlarimiz bor. Hammalardan niyatlarimizni qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar, sababini hammamiz shahimiz kamaymasin, ko'paysin. Hammang uchrashib turaylik tez. Shunday yaxshi kunlarda o'zbekchilik qilib, hammamiz shunday yaxshi kunlarda yuraylik. Aytilgan niyatlarga, tilaklarga qo'shilamiz. Niyat. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Sizlarni hammasi ko'p diqqat ko'rsatdim. Keyingi yillar ham, keyingi yillar yaxshi kunlarda to'ylarda uchrashaylik. Yaxshi kunlarda ko'rib. Assalomu alaykum. Hammangizga rahmat. Hammangizga katta rahmat degan Sankt-Peterburgdan turtimiz keldi. Güzel. Sharofat, men kichkina yana bir iltimosimizni yerdan olaman, Najinoz. Didor g'animat. O'zimiz hammamiz har yil shunday uchrashib ko'rishdik. Hammamiz so'rashdik. Mana g'ayrat aytganda oqtir, chovliq, yaxshi ko'rib o'tirmoqlar. Sog' bo'lmasa, salomat bo'lmasa, yerda bo'lsangizlar. Rahmat, yana bir marta shu gapimizni yerda qoldirmang. Qizlarga katta qizlar aktivmi? Olmadirgani endi sinfdosh qizlarimizga o'zlarimiz yaxshi niyatlarni, tilaklarni sizlardan ham qabul qilamiz. Xush kelibsiz, marhamat.
Assalamu alaikum sinfdoshlar, hammalarimiz xush kelibsizlar. Mana bugungi uchrashuv bilan men sizni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunday yillarga da Xudoyim yetirvergay, birgalikda o'zi birchilikda hammalaringizni oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. To'ylarda, yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib etsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana bugun Didor G'animat hammamiz uchrashib turibmiz ekan. Hammangizga rahmat cho'lga kelganlaringiz uchun. Hammamiz bilan bir-birimizni ko'rib quvonishib turibmiz. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yildan yilga uchrashib turaylik. Sog' bo'linglar. Peterdagilar ketdi, bizlar mana shu yerda tayyor turdik. Ahadi sinfdosh bilan tashkil etibdi. Rahmat sinfdosh. Yildan yilga uchrashib shunday yuraylik. Hamma shu jinosh. Rahmat. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Hammani tabriklayman. Sog'lik, salomatchilik bo'lg'ay. Shu bilan Peterdagi chiqqanlarimizni sinfdoshlarni hammasini sog'inib biratan edik. Yaxshi bo'ldi. Rahmat tashkil etganlarga, G'ayrat, Bahodir hammangizga sinfdoshlar. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Bugun 32 yilligimiz. Endi bizlardan yangiliklarimiz-da bu 32 yilligimiz. Xudoyim har yil uchrashib turishlarni nasib etgan. Xudoyim sinfdoshlarimizning umrlari kamaymagay. Xudoyim yaxshi kunlarda uchrashib yurishni nasib etgan. 60, 70, 80 yoshlardan Xudoyim hammamiz birgalikda bundan yillarda o'tirib bir-birimizning didorni qadimat didorlashib o'tirishlarni nasib etgan Xudoyim. Tashkillashtirilgan sinfdoshlarimiz Bahodir, G'ayrat, Ne'mat hammasina Islom, G'ayrat, Yangiboy hammasina katta rahmat. Bunday yillarda ko'plarni tashkillashtirganlar sinfdoshlar bir-biri bilan uchrashib turishlar nasib etgan hammamizga. Hurmatli sinfdoshlar, xush kelibsizlar. Hammalaringizni oilalaringizga tinchlik, totuvlik, o'zlaringizga sog'lik tilayman. Har yili uchrashmoq nasib etsin hammamizga. Rahmat chiqar. Assalomu alaykum sinfdoshlar, dugonalar, sinfdoshlar, tengdoshlar. Hammangizni shu 32 yillik uchrashuvimiz bilan tabriklayman. Bunday uchrashuvlarning ko'pini ko'rish hammamizga nasib etgay. 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik uchrashuvlarimizda ham hammamizni xatardan kam etmay hammamizni yetirgay shu uchrashuvlarimiz bor. Hammamizning oilangizga tinchlik, totuvlik, xotirjamlik tilayman. Hammamiz G'ayratning aytganday aqtiq, chovliq, yovliq ko'rib o'tirish nasib etgay. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana bugun 32 yillik yubileyimiz ekan, hammamiz tabriklaymiz. Sinfdosh bog'alarga rahmat. Kelgan qizlarga hammasiga. Hammaning uyida yaxshi kunlar bo'lsin. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Bugun Didor G'animat deb uchrashib ekanmiz. 32 yilligimiz. Hammani tabriklayman shu bilan. Hammamiz sog' bo'linglar, yildan yillarga, 33 yillik, 35 yillik, 40 yilliklarga da hammamiz yetirurgay. O'zi bir chekchig'imiz qilmagay, safarimiz kamaymagay, kunlar ko'paygay. Sog' bo'linglar hammamiz. Alaykum sinfdoshlar, qizlar. Bugun Didor G'animat deb hammamiz yig'ilishibmiz. Ham shu yig'ilishimiz kamaymasin, hamma vaqt muqaddasni, buni qizlarning aytganday ko'payishavrik. Kelmaganlar endi yil qo'shilib ko'payishavrik. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Hammangizni shu yillar bilan tabriklayman. Tashkil qilgan bolalarga rahmat hammasini. Nimaiki niyati bo'lsa hammasini yetishsin. Hammasi ortiq chovliq yovliqlarni ko'rib o'tirish nasib etsin. Har yil uchrashish hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum sinfdoshlar, yigitlar, qizlar, hammangizga yana bir bor assalomu alaykum. Mana o'tiribmiz ekan, Didor G'animat aytganlarimizday dum yaxshi o'tiribmiz hammamiz. Yigitlarga da rahmat, tashkil etganlarga Bahodir, xush kelibsizlar.
Pol taşıyıp kelergeysiler de bizlerge coşup gidersizler. Rahmet emmengizge. Aytqanday kelmaganlar kelib, 102 yedik men, jeydik. 100 yedik. Yo'q, 100 ichib qolasiz. Ha, 70. Esa shu hammamiz 72 bo'lmasa 72 sin ko'p bo'lib o'tirish nasib etsin. Salomatlikka aytilgan niyatlarga, tilaklarga qo'shilamiz. Baxtim o'tkinchidir nolam g'animat. Bu kunlar g'animat, olam g'animat. Qadrlab yashaylik go'zal hayotni, do'stlarim odamga odam g'animat deyishadi. Ana shu g'animat dunyoda xursandchiliklarimiz cheksiz bo'lib, mana do'stlik rishtalaringiz abadiy bo'lsin. Hamisha mana shunday bir-biringizga bo'lgan mehringiz va muhabbatingiz cheksiz bo'lsin deya go'zal niyatlar, tilaklar bilan sizlarni yana bir bora o'ziga xoslik diydor shirin kechangiz bilan alohida tabriklar, muborakbod qilamiz. Ana endi shu damda esdalik uchun suratlarga tushamiz. Sinfdoshlar bilan ketidan raqslarga barchalaringizni taklif qilamiz. Marhamat. Kıynama sevgilinle, düz göz etmeni temel, aklamadan cirin.
başında, gencimlerin kaşında, arayımın başında, gencimlerin kaşında, özü yaşında, aşkımız yaşında, kaygıların başında, kaygıların başında. Su yere başından, değirmanın başından,